Men hozir Turkiyaga dunyo bo'yicha eng zo'r kasalxonani internetdan qidirib yurib topib keldim. Nimaga aynan bu kasalxonaga keldim? Sizlar ham bitta ko'ringlar. Ketdik. Hozir men fizioterapiya markaziga kelyapman. Qaranglar. Bu yerda umuman yurmaydigan, oyoq qo'li ishlamaydigan insonlarni ham doktorlar yurgizishib yuborar ekan. Bu yerga kirib o'zlaring hozir bir ko'ringlar. Juda ko'p bemorlarni davolagan doktorni endi tanishtiryapman. Qaranglar. Bu inson rak kasalliklari bo'yicha shug'ullanar ekan. Marhamat. Bu kishi umumiy jarrohlik bo'yicha juda katta professor ekanlar. Bu inson bo'lsa ko'z kasalliklari bo'yicha doktor ekanlar. Ortopediya va travmatologiya bo'yicha professor ekanlar. Dunyo bo'yicha ayollar onkologik kasalliklari bo'yicha dunyoda eng kuchli 6 ta doktor bor ekan. Aynan bu kishi o'sha 6 ta doktorda bittasi ekanlar. Marhamat. Bu sizlar ko'rib turgan tarjimonlar, mana shu opalar, akalar butun dunyodan keladigan bemorlarga o'sha o'zini tilida xizmat ko'rsatar ekan va meni eng xursand qilgan narsa O'rta Osiyolik Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Turkiya, umuman hamma qardosh millatlarimizga o'zimizni opamiz, o'zbekistonlik, jizzaxlik opamiz ham xizmat ko'rsatar ekanlar.